Hammaga salom, sizlar bilan Mirfayz Kamolovich. Bugungi videoda kompyuter yoki laptopingiz qolsa nima qilishni o'rganamiz. Video boshlanishdan oldin qilinayotgan mehnatni qadrlash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Kompyuteringiz qotib ishlayaptimi? Sabablarini sanab beraman. Birinchisi, SSDni 90% to'ldirishi. U kamida 20% bo'sh qo'yilishi kerak. Sababi u kompyuterimizning asosiy xotirasi hisoblanadi. Ikkinchisi esa 20 tadan ko'p tab ochmalar. Brauzer tezkor xotirani yeb tashlaydi. Uchinchisi esa keraksiz dasturlarni yopish kerak. Task Managerdan yopsak bo'ladi. To'rtinchi usul laptop qizimasin, yotoq va shunday yumshoq joylarda ishlatmaslik kerak. Beshinchisi haftada bir marta bo'lsa ham restart qilib turish. Va hozir o'rgatgan hamma usullarimni bitta-bitta qanday qilishni o'rgatib ham ketaman. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Birinchi va eng asosiy sabablardan biri bu SSDning to'lib qolishidir. Buni qanday bilamiz? Birinchi bo'lib pusk tugmasini bosamiz va u yerga fayl so'zini yozamiz. Bu ilova kelib chiqadi va uni ochamiz. Ilovani ochgandan so'ng chap tomonga qarasak, downloads tugmasi bor. Uni bosamiz. Va mana shu yer bizning kompyuterimizga yuklab bo'lgan fayllarimiz ro'yxati. Bu yerda eng katta fayllardan boshlab eng kichiklarigachadir. Biz bu yerdan keraksizlarini tanlaymiz va udalit qilamiz. Asosan bu yerda siz Chromedan yuklab olgan fayllaringiz bo'ladi. Sizga har bittasini ko'rib chiqishni maslahat beraman, sababi bu yerda sizga kerakli fayllar bo'lishi mumkin. Ikkinchi va eng ko'p aktualli sababi bu tablarning ko'p ochilishi. Bilamiz, hozir siz Chrome'ga qarab, menda tab yo'q deyishingiz mumkin, lekin eng asosiy narsa Yandexda bo'ladi. Xo'p, Yandex ilovasini birinchi ochib olamiz. Yandexga kirganingizda siz mana shunday kamida 50 ta tab ochgan bo'ladi. Buni qanday udalit qilamiz, o'z ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi mana shu 55 sonni ustiga bosamiz va bu yerda ochgan hamma brauzerimiz tablari ismi kelib chiqadi. Bittasini ustiga bosamiz va klaviaturadan Ctrl-A bosamiz. Va bu hamma fayllarni belgilaydi. Va buni udalit qilishni bosamiz. Qarabsizki, kompyuterimiz yangiday bo'ldi. Yana bir aktual muammolardan biri ko'plab ilovalarning bir ekranda ochilishi. Xo'p, bularni udalit qilish uchun birinchi mana shuni har bittasini ekranning ustiga bosamiz va kirmasdan oldin X ni bosamiz. Va qarabsizki, kompyuterimizning tezkor xotirasidan yana joy bo'shaldi va kompyuterimiz endi tezroq ishlaydi. To'rtinchi va ko'p odam normal deb qaraydigan holat bu kompyuterning yumshoq joylarida, divan va yotoqlarda ishlatilishi. Bunday holatda ishlatganimizda kompyuterimizning o'zini sovutadigan tizimi yopilib qoladi va ventilyator ishlashga qiynalgani uchun kompyuterimiz 2 barobar tezroq qiziydi. Yana bir asosiy sababimiz bu kompyuterimizni yangilamasligimiz. Buning uchun nastroyga kiramiz. Windows Update ga kiramiz va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, kompyuterimizga yangilanish kelgan. Buni o'rnatmasligimiz kompyuterimizning qotishining asosiy sababi bo'ladi. Ko'pchiligimiz e'tibor bermaydigan narsa bu kompyuterimizni restart qilmaymiz. Ya'ni kompyuter bu oralig'ida o'ziga yangi yuklanishlarni yuklab olishi mumkin yoki qotmaydi. Xo'p, buni bosish uchun pusk tugmasidan mana shu yerga kiramiz va bu yerdan restart tugmasini bosamiz. Videomiz shu joyda o'z yakuniga yetdi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga foydali bo'ldi deb kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing.